Mamlakatimizda davom etayotgan favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi doirasida viloyatimizda tizimli ishlar tashkil etilmoqda. Davlat rahbarining aholi va hududlarni xavfsiz gidrometeorologik hodisalar hamda geologik jarayonlar bilan bog'liq favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi yuzasidan So'x tumanida suv toshqinlarini oldini olish maqsadida sel yo'llarining o'zallarini tozalash va qirg'oqlarni mustahkamlash ishlariga kirishildi. Jumladan tumanning Devayron mahalla fuqarolar hududidan o'tgan Unqursoy 2 sel yo'lida muhandislik texnikalari yordamida 760 metr qismi 5700 metr kub hamda Lembur mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Mayravod sel yo'lining 300 metr qismida 1620 metr kub shahardan tozalandi va qirg'oqlarni mustahkamlash ishlari olib borildi. Tumanning Demursad mahallasi hududidagi sel yo'lidan o'tishga mo'ljallangan eskirgan ko'prik o'rniga zamonaviy ko'prik qurilishi ishlari dastur doirasida olib borilmoqda. Shuningdek, tumanning Sarikanda va Sharqabod mahallalari hududidan oqib o'tuvchi So'x daryosining 1200 metr qismida suv olish inshooti, ya'ni damba qurish ishlari ham jadallik bilan olib borilmoqda. Olib borilayotgan qurilish bunyodkorlik ishlari doirasida sel suv toshqini xavfi mavjud hududlarda istiqomat qilayotgan 524 ta xo'jaliklardagi 1245 nafar fuqarolar bilan profilaktik suhbatlar olib borildi hamda zaruriy eslatmalar berildi. Bu kabi qurilish tozalash tadbirlari viloyatning Quvasoy shahar va O'zbekiston Uchko'prik, Beshariq hamda Farg'ona tumanlarida ham olib borilmoqda.